Makka Madinalar nasib qilgan bo'lsin. Bundan tashqari bizga ko'p yordam berganlar bor. Yordamini ayamayotganlar bor. Ora-orada yordam berib turishadi. Man madrasa nimalariga sinflarni bir joylarga parta olish kerak, o'zgartirish kerak, bir narsa qilish kerak, ish chiqib turaverganda shunaqalarni bunga aytsak yordam bergan ko'kalarimiz bor. Alloh taolo ularga ham xizmatlarini, ehsonlarini qabul qilgan bo'lsin. Endi ko'pchiliklar aytolmagan bo'lishi mumkin. Ko'p yo'qda esimdan chiqib qoladi, lekin hozirgina aytib o'tdim. 124 ming payg'ambar bor. Lekin 25 tasida Qur'onda zikr qilingan, hadisda 3-4 tasida zikr qilingan. Ularda endi nomini bilmasligimiz, biz tanimasligimiz ularni qadrini, martabasini tushirib qo'ymaydi. Alloh taolo ularning xizmatini qabul qiladi, mukofotini ziyodasi bilan beradi inshaalloh. Ziyodasi bilan beradi. Shuning uchun xizmat qilganlarni bizga mana shu masjidimizga nima xizmat qilgan bo'lsa Alloh taolo o'zi qabul qilib, oxiratda martabasini baland qilgan bo'lsin. Soya yo'q ko'kda boyishiga soya bo'lsin. Mana Qur'onni madrasaga yordam berishlik, Qur'onga yordam berishlik. Ilohiy Qur'on ularga shafoatchi bo'lgan bo'lsin. Mana hojilarimiz ro'za boshlagandan beri iftor, suv, keyin xurmolar qo'yib turishdi, qandalar bor ekan, hojilar, o'rtasida. Yana undan tashqari xizmatlar ko'p edi. Hammasini aytsak, hammasini nima qila olmayman. Mutavallim, Nuriddin aka, ertamandan kech 24 soat desam ham bo'ladi. Masjidda xizmatida. Alloh taolo xizmatlarini qabul qilgan bo'lsin. Xo'p, yana bir iltimos qilsak, uzoq ularga yana hozirgi sanab o'tganlarimga esda qolganicha bularga ham duo qilishsa, Xudo xolasa inshaalloh keyin yana nimalarimizni davom ettiramiz, ish choralarimizni davom ettiramiz. Xonalardan boshlab, shu masjidni binosidan boshlab ko'pchilikni eslab o'tdik. Mana imomlarni, xizmat qilganlarni, mutavalli lavozimlar, Abdulhamid aka, ulardan oldin hoji akalar bir nechtasi masjidga xolis xizmat qilishgan, mahallamiz atrofida oqsoqollar, jome masjid ekan, uzoqdagilar ham xizmat qilib ketadi. Mana Avazbek akamiz aytib o'tdi. Insonlar o'zining kibrini sindirishlik uchun, o'zini kamtar sezishlik uchun juma kunlari kelib kessa maydalab ketardi ekanda. Avvallarchi o'zi hokimiyatda ishlaydiganlar, katta domla bo'lsa ham juma kuni kelarganda to'g'ri tushirib kessalarni maydalab ketadiganlar ko'p bo'lardi ekan. Ularni ko'p aytishardi, ko'p eshitardik. Endi hozir bunaqa narsalar yo'q bo'lib ketdi, lekin shu Avazbek akamiz endi shu bir yildan beri mana shu hojatxonani tozalashini masjidimiz qilib beryapti. Juda chiroyli hojatxona qurib topilgan, pokiza ushlamasak bo'lmaydi deb o'zidan tashabbus chiqib, mana shu nima hojatxonani toza o'sha xizmatlarini ularga berib turadi. Iloyim bu ukamizni ham o'sha tahorat o'zi alohida ibodat. Tahorat o'zi alohida ibodat. Bilol roziyallohu anhu shu tahorat qilib-da jannatni o'ziga vojib qilgan. O'sha tahoratiga yordam bergan insonlarga ham inshaalloh ibodatga yordam berishlik bo'ladi. Ukamizni ham qilgan yaxshiliklarni qabul qilib, yaxshiliklari juda ko'p, lekin bilganimizni bittasini aytyapmiz, bilmaganlarimiz ham ko'p. Iloyim